Litva ID kartaga topshirish navbatini qandoq qilib olsam bo'ladi? Bu Litva ID kartaga topshirish hozir navbat olish Waves Global Visa Centerda juda murakkab muammo bo'lib ketgan. Buni даже ba'zi bir hakkerlar pulga sotyapti. Eng arzoni $400 dan boshlanadi, $1,500 Bu sun'iy ko'tarish narxlarini bizani o'zimiz aybdor bo'lamiz, chunki ko'pchilik manaki birinchi bitsa deb narxni ko'tarib tashyapti. Xo'p, sizniki birinchi bitadi, siz topshirasiz. Lekin ertaga sizga ID karta отказ berib qolsa nima qilasiz? Dodingizni kimga aytasiz? Shuning uchun do'stlar, kelinglar muammoni bartaraf qilishimiz uchun birlashamiz. Imkon qadar Instagram sahifasida Litvani immigratsiyasi bo'lsa, o'sha immigratsiyani belgilaymiz va immigratsiyaga murojaat qoldiramiz. Hurmatli Litva davlatining immigratsiya mas'ul odamlari, iltimos qilamanki, sizlarga O'zbekiston, Tojikiston, Waves Global Visa Centerda navbatlarni ko'proq bersanglar va qaysi IP adresdan o'chirtlar qo'yilayotgan bo'lsa, o'shalarni nazoratga olishinglarni so'rab qolaman. Visa Center xodimlariga qanaqadir xusumatim yo'q. Shu narsalarni nazoratga olsanglar, xodimlarni ham, hakkerlarni ham, sababiki o'chirtinglar juda qimmat. Sotilishi boshlanishi narxi $400 dan $1,500 ham bor. Mana shu narsani o'ylayman, Litva immigratsiya markazi xodimlar, hurmatli o'sha yerda ish yurg'izuvchi insonlar bu narsaga e'tibor berishadi. Shuning uchun do'stlar, birlashamiz, pastga Litvani immigratsiya bo'limini atmetka qilamiz Instagramdan. Kommentlarni ham yozib, polni videolarni jo'natishni boshlaymiz. Rahmat hammaga.